Trenddagi mana shu fasollar uchun haliyam siz vetichkalardan foydalanyapsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Bitta listni olamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan kaketkamizni chizib olamiz. Men 48-razmerga kaketka chizdim. Bo'yin o'yindisi 8, yelkaga 3 tushildi. Oldi ochiqligi 16. Aylantirib chizib olamiz. Kaketkamizni enliligini 7 cm qildim. Uzunligini 25 cm qildim. Va pastki tarafini enini 12 cm qildim. 12. Mana raqamlarni yozib chiqdim. Kaketkamizni kesib olamiz. Endi matoga joylanishiga yaxshilab ahamiyat bering. Birinchi zborka uchun 8 cm ajratdim. Undan keyin kesib olgan kaketkamni joylashtirib, hali yelkalari kesib olinmagan e'tibor bering. Joylashtiramiz va kaketkamizni yonidan 6 cm qiyalatib chizib, kaketkamizni o'sha chiziqqa qaratib buramiz va razmerimizni davom ettiramiz. Orqa kenglik, oldi kenglik va ko'krak aylana. Proyma hosil qilamiz. Endi kaketkamizni olib yelkasini kesamiz va 1 cm chok haqi bilan ko'ylagimizni qopini oldik. Ko'krak vetichkasi tepaga ko'chirildi qizlar. Endi yonida hech qanday osilishlar bo'lmaydi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga yuborib qo'ying.